Assalomu alaykum. Xayrli kech hammaga. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ko'zim qizarib ketibdimi? E'tibor qilmanglar. Aytganman, bitta dori qizartiradi deb. Shunaqa. Men bitta gapni aytmoqchiman. Negativlar o'qimang desalar, negativlarni o'qimasam bo'lmaydi. Negativ odamni o'stiradi. Meni xato kamchiligimni kimdir aytsa, men xursand bo'laman-da. Kecha kuni bittasi yozibdi. Umumiy qilib aytyapman endi. Bu anchadan beri shu internetga kirishni boshlaganimdan beri negativlar keladi. Men bundan xafa bo'lmayman. Oldin xafa bo'lardim. Aytdim, betim qatib ketdi deb. Hozir anchagina bezbet bo'lib qolganman. Xullas, maylidir kimgadir yoqsam yoqmasam degan she'r bor-ku, o'shanday men ham hammaga bir xilda yoqaman demayman. Chunki meni yoqtirmagan, jini suymagan odamlar ham, jinimizga to'g'ri kelmagan odamlar ham bor albatta. Bundan hech qanaqa men xafa bo'lmayman. Nima deydi? Kecha bittasi yozibdi. Kallingiz katta o'zingizga nisbatan debdi. Kimdir betingiz katta deydi. Kimdir bo'yingiz uzun ekan deydi. Men studentlik paytimda haqiqatda bo'yim o'ta uzun. O'quvchilik paytimda ham o'sha safda birinchilardan turardim. Bo'yim 1.80. Studentlik paytimda biz avtobus qatnardi. Avtobusda orqa eshigidan chiqsam yoki old eshigidan chiqsam, arqadan chiqqan odam deb bemalol ko'rib turardim. Shu darajada bo'yim baland. Avtobus tepasiga boshim tegaverdi-da. Shunaqa. Keyin men nolib yosh ekanman-da endi, esim yo'q bo'lgan ekan. Ayamga kelib, siz meni bo'yini baland qilib tug'ib qo'ygansiz, bo'yim baland, nocha qilib tug'ib qo'ygansiz. Siz meni qora qilib tug'ib qo'ygansiz, siz meni ozg'in qilib tug'ib qo'ygansiz dedim. Xato aytgan ekanman, yoshlik qilganman. Mana endi hozir emas, ancha bo'ldi tushunib yetganimga. Shunaqa, Allohim chevar. Hammani insonda o'zi yaratadi, hamma yo'g'ini o'ziga yarashtirib. Kamchilik, nuqsonlari, beayb Parvardigor, hammamizda kamchilik, nuqson bo'ladi. Unisidan xafa bo'lib yoki Allohga qarshi nima qilish kerak emas. Nima deydi, gap qilish kerak emas. Shunaqa insonlar, mendan ayb topayotgan insonlar. Bu meni o'zimning qo'limda bas. Kallam katta bo'lishi, boshqa bo'lishi, hammasi Allohimda rejasi asosida ketyapti. Shunaqa. Men sizlarni hammalaringizni hurmat qilaman. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Obuna bo'linglar menga, like bosishni unutmanglar. Hammaga xayrli kech, o'zingizga ehtiyot qilinglar.